Yana bir yangilik, xalqaro kasb tanlovlarida g'olib bo'lgan davlat va xususiy texnikum o'quvchilarga 100 million so'mdan, ularni tayyorlagan ustozlarga 50 million so'mdan mukofot beriladi. Bugun xorijiy tillarni mukammal biladigan yoshlarimiz soni 650 mingdan oshdi. Ularga buyuk tariximiz, boy madaniy merosimiz to'g'risida xorijiy tillarda kontent tayyorlashni o'rgatsak, yurtimiz turizm salohiyatini targ'ib qilishga katta hissa qo'shib, yuqori daromadga ham ega bo'ladi. Shu maqsadda raqamli kontent platformasini ishga tushirib, har yili shu yo'nalish bo'yicha 20 milliard so'mdan ajratib boramiz. Bu o'zining natijasini albatta beradi. Hozirda 150 mingdan ziyod yoshlarimiz xorijda ta'lim olayapti, ilm-fan bilan shug'ullanyapti. Yurtimiz turizm va eksport salohiyatini oshirishda bu yoshlarimizning imkoniyatidan foydalanib, ularni o'ziga ham daromad keltirayotgan tizim qilamiz. Bunda Turizm qo'mitasi Oqqulov, Savdo sanoat palatasi Vahobov, Yengil sanoat agentligi Xalmuradov, 9 ta sanoat uyushma rahbarlari 10 ming talabani tur operator, sanoat korxonalari va eksportchilarga bog'lab, ularga grant ajratadi. Talabalar esa o'zi o'qiyotgan davlatdagi bozor, mahsulot, xizmatlarga talabni tahlil qilib, mahalliy ishlab chiqaruvchilarga yetkazadi. Milliy aviakompaniyamizning 26 ta davlatda vakolatxonasi va aeroportlarda joylari mavjud. Bu joylarda ham xorijda o'qiyotgan yoshlarimiz uchun alohida sharoit qilib beramiz. Ular yurtimiz salohiyatini namoyish etadigan stendlarni joylashtirib, turistik marshrut va mahalliy mahsulotlarni taqdimot qilib borish uchun ham sharoit yaratib beramiz. Oliygoh bitiruvchisini ishga olgan tadbirkorga yosh mutaxassis uchun daromad va ijtimoiy soliq 1 yil ichida 1% bo'ladi. Hozir 12%, 1% ga tushiramiz. Bu 200 mingga yaqin oliygoh bitiruvchisini ishga olgan tadbirkorlar uchun katta rag'batga aylanadi.